Lekin o'tgan asrda, mana shu 20-asrda qattiq sel bo'lib, ana shu shahidlar ko'milgan qabristonni suv yuvib, ba'zi shahidlarning jussalari yer betiga chiqib qolgan. 1400 yil burun ko'milgan jasadlar kecha ko'milganda chiqib turgan. Shayx Muhammad Mahmud Savob rahimahulloh aytadi: Uhuddagi shahidlarni dafn qilishlik marosimiga meni ham chaqirishgan edi. Men ham qatnashdim. Men ko'mgan sahobalarning ichida Hamza ibn Abdul Muttolib ham bor edi. Birodalar, 1400 yildan keyin gapiryapti bo'lgan ishdi. 1400 yildan keyin aytilyapti bu ish. Hamza ulkan gavdaligida deydi. Ulkan jussaligida deydi. Quloq burunlari kesilgan holda, qorni yoriq, qo'lini qonga qo'yib yotardi. Xuddi kecha ko'milgan. Biz uni qimirlatib, o'rnidan jildirmoqchi bo'lganimizda, qo'li jilib ketdi-da, jarohatidan qon oqdi. Qon oqqanda atrofni mushk ambarning hidi tutdi.